Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga smmc.com saytidagi hisobingizni pul bilan to'ldirishi ko'rsatib o'taman. Bu Click va PayMe orqali bo'ladi. Bot orqali to'lov qilishlari mumkin. To'lov tizimi avtomatlashtirilgan. Demak, biz to'lovga kirganimizda mana bu yerda ikkita to'lov tizimi bor. Hozir Binance orqali to'lov qilsa bo'ladi. Binance orqali yoki Click PayMe bot orqali. Bizga hozir Click PayMe orqalini ko'rsatib o'taman. Bu yerda ko'rsatmalar bor. O'qib chiqishingiz mumkin. Tushunarli, bot qiyin emas. Mana shu yerda botga o'tish uchun shu yerga bosing degan mana ko'k yozuv turibdi. Mana shu yerga bosamiz va mana bu botga kirasizlar. Bunga boshlash bosamiz, ya'ni startni bosamiz. Mana bu yerda hisobni to'ldirish bor. Hisobni to'ldirishga bosganimizda smmc.comdagi username'ni kiriting deb so'rayapti. Bu yerda smmc.comda o'zlaringni username'laringni kiritasizlar. Mana bu yerda agar kimdir bilmayotgan bo'lsa, mana shu menyuni bosib account bo'limiga o'tsanglar, mana birinchida username Zulfiqor turibdi. Mana shu yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Demak, bizniki Zulfiqor yozamiz. Mana username saqlandi. To'ldirmoqchi bo'lgan summani kiriting. O'zingizga kerakli summani yozasizlar. Men hozir sizlarga ko'rsatish uchun 1000 so'm yozaman. Mana 1000 so'm. Bu so'mda yoziladi. 1000 raqamini yozdim. Va menda PayMe ham, Click ham bor. Sizlarga qaysi biri bor bo'lsa, o'sha orqali so'rashlaring mumkin. Click orqali to'lov qilishga bosaman. Mana bu yerda endi to'lov qilish tugmasi bor mana. To'lov qilishga bosamiz va mana bu oynadan ochishni bossak, to'g'ri klikka o'tadi. Mana bu yerda 1000 so'm to'lov summasi yaratildi va to'lashga bosamiz. Mana to'lashga bosdik. Bo'ldi, endi bu yerdan chiqib mana bu yerda to'lovni tekshirish tugmasi bor. Buni to'lovni qilgandan keyin bosasizlar. To'lov qilgandan keyin to'lovni tekshirish. Mana smmc.com muvaffaqiyatli to'ldirildi. Bu yerda xato yoki bir narsa bo'ladigan bo'lsa, menga xabar berishingiz mumkin. Bu yerda bot admin yozib qo'yilgan botda. Bu yerda yana mana hozir qayta ko'rsataman. Hisobni to'ldirishga bosib, mabodo noto'g'ri username yozsanglar. Jo'xa 123 yozdim. Noto'g'ri username kiritsanglar, bu username tekshiradi va noto'g'ri deydi. Agar username bor bo'lsa, keyin to'lovga o'tadi. Agar username yo'q bo'lsa, ya'ni smmc.comdagi usernamingizni noto'g'ri kiritgan bo'lsangiz, u sizga to'lovni qilishga ruxsat bermaydi. Username noto'g'ri, bekor qilishni bosamiz va asosiy menyuga qaytadi.